Binoyimiz balandligi juda ham baland. Stullarimiz o'zi 8 metr, arkalarimiz 480, pastda 5 metrga chiqqan. Umumiy balandligi 13 metr. Kimga shunaqa ishlar qiziqtirsa, ekranga chiqib turgan murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa har qanday ta'minlarni yoqib beramiz. Binoyimiz yana 16 metr. Bu ustun bilan narigi ustunning oralig'i 15 metr bo'lgan, qolgan ustunlar 10 metrdan bo'lgan. 35 metrgacha ustun qo'ymasdan qilib berish imkoniyatiga egamiz. Materiallarimiz o'zimizda mavjud. Materiallar sizlar xohlaganday irqliklar konteyner bo'lmasin deydi. Konteyner bo'lmasin deganlarga ham imkoniyat bor. Profillarimiz bor, bugonlik. Faollarimiz hamma material o'zimizda mavjud. Sizlardan faqatgina yotoq joy, oziq-ovqat talab qilinadi. Xudo xolasa bitgan holatda bitta obzor qilamiz. Yoqsa bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa bezlak. Kimda kim shunaqa ishlar qiziqtirsa, kommentariya qoldirasizlar o'z fikringlarni. Mana shu binoyimiz hozir 418 millionga bo'lyapti akalar. Ko'p joylarda narxlarni aytmayapsizlar deyapti. 42 ga 16 shakldagi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa bitgan holatini bitta bizdan yaroqlashmanglar. Oybek kanalini kuzatib boringlar. Poddesh qilishga davom etamiz. Aka podpiska eskilardan chiqmasin. Shunaqa ish qildiramiz degan akalarga bu videolar jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.